Mana bugun yana Abduxoliq akamga kelganmiz. Abduxoliq akam qo'chqorlar bilan tanishamiz. Abduxoliq aka, qo'chqorlar haqida bir ma'lumot bersangiz. Hop. Assalomu alaykum, qadrli Arashan suyuvchilar, Arashan ishqibozlari va seleksioner ukalar, akalar. Hop, biz hozir ko'rib turgan qo'chqorlar hop, 4 talasi grafi promoy bollari. Mana chekkadagi qo'chqorimiz, mana bu qo'chqor. Bu Dubay degan qo'chqorimiz. Bu qo'chqorlar o'tgan yili 2025-yil avgust oyida kirib keldi Qirg'izistondan. O'sha nerga chekkada turgan 4 tasi grafi promoy bolasi, bu Dilini degan qo'chqori bolasi. Hop, kelgan vaqtida bular qo'zi holatda keldi. Hozir ikki tish mart, aprel, may, avgust oyida tug'ilgan qo'zi qo'chqorlar shular. Hop, biz buni probni qo'ydik. Bollarni oldik, Xudoga shukr. Mana nerga qo'rada bollar turibdi. Hozir ukaxonimiz bollarni ham ko'rsatadi. Natija yomon emas. Endi hozir kimga kim qiziqsa, shu qo'chqori bollaridan qo'y qilaman desa, bollarini bron qilishlari mumkin. O'zi bir 6 ta 7 ta qo'zisi qoldi xolos bularni. Faqat qo'chqorlari sotiladi. Faqat qo'chqorlari sotiladi xolos. Hop, endi mana bu pulga kirsa, qo'chqori o'zlari ham sotiladi. Grafi bollari sotiladi. Kelishib qolinsa sotiladi bular. Ko'rishlar. Bularning film kartalari bor, yelkasida chiplari bor, dokumentalniy. Bularni o'sha yaxshi bola berishi, o'shani qonun tozaligiga garantiyasi bilan mana. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlar mumkin qo'chqorlar bilan. Graft Priamboy bolasi Qirg'izistondan Bishkekdan kelgan, Azamat aka. Ha, Bishkekdan o'sha grafi egasi Azamat hojidan kelgan. Mana Graft Priamboy bolalari. Hozir bolalarni ko'rsatamiz. Ana shu chekkada 4 tasi qator terilib qoldi. Ana shu 4 tasi grafi promoy bolalari o'shalar. Eng orqada turgan, mana yakka turgan bu Dilinining bolasi Dubay degan qo'chqor shu. Dubay. Oldida turgan 4 ta qo'chqor o'sha grafi to'g'ridan to'g'ri bolalar o'shalar. Bularda xaridorlar bilan telefonlashsa, siz bilan narxini kelishsa, kelib ko'rishib, gaplashib, narxini kelsa keyin olib ketishlari mumkin, ha? Shunaqa. Endi buni qanaqa bola berar ekan u bu degan savol tug'iladigan bo'lsa, ana shu yerda qo'zilar turibdi. Buni hozir sotiladigan erkak qo'zilarini ko'rsatamiz. Bu yerda hozir urg'ochi qo'zilar asosan ko'pi. Hozir ochib qo'yaman, kirib qo'zilarni o'zini mundoq qilishingiz mumkin. Bu yerda urg'ochilarni ajratib qo'yilgan. Endi prosta mana katta qo'chqor olyapganlar qanaqa bola berar ekan, qanaqa degan nimaga borishi mumkin. Shuning uchun o'sha qizil birkadagilar grafi bolalar, ana shu qizlari. Qizlari bular. Ha, o'sha grafi qizlari o'shalar 2 oylik, 1,5 oylik qo'zilar. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Mashq qo'yimiz ham grafdan tug'ilgan soliq qo'yimiz ekan. O'sha kirib ketadi bular. Bir chiqib kirib yurganda dalaga, mana hovliga chiqib yurgan.